Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Namangan viloyat bo'limi O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi, shahar va tuman hokimliklari, hamkor tashkilot va muassasalar tomonidan viloyatimizning shahar va tumanlari, chekka qishloq va mahallalarda Navro'z sayli va shukronalik tadbirlari yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Muxbirlarimiz joylardan xabar beradi. Yangi kun, yangi ruh, yangi qadam qadriyat bilan. Ana shu shior ostida Uychi tumanida Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan Navro'z sayli umummilliy festivali o'tkazildi. Churtuk mahallasida boshlangan bayram tadbirlari o'ziga xos saylga aylandi. Toshqozonlarda sumalak pishirilib, milliy taom palov damlandi. Yangi kunga shukronalik, yangi orzu-niyatlar bilan qadam tashlagan mahalla ahlining yuz ko'zida shodi xurramlik. Yoshi ulug' keksalarning duolari ijobat bo'ladigan shukuhli kunlarda yoshlar yangi marralarni ko'zlayotgani ham chin. Boisi ularning ko'ngliga bahoriy iliqlik ingan, yangi orzu maqsadlar nish urayotgani sezilib turibdi. Maktablarning folklor dastalari, teatr studiyalari va to'garaklar qatnashchilari tomonidan namoyish etilgan ko'rgazmalar, badiiy chiqishlar, laparu yallalar barchaga o'zgacha zavq ulashdi. Kurashchi polvonlar, shaxmatchilar bahslari, arqon tortish, arm reysling kabi sport o'yinlarida o'zaro kuch sinashgan yigitlarning ham shahdu shiddati baland. Yangi O'zbekistonga mana shunday bayramlar, to'y tomoshalar albatta yarashadi. Qalbimizdan kechayotgan kechinmalar, shukronalik hislari mamlakatimizni gullab yashnashiga o'z hissamizni qo'shishga undaydi. Yosh-u qari barchada ko'tarinki kayfiyat, yashashga bo'lgan ishtiyoq mavjud. Ayniqsa, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining ma'rifat targ'ibotchilari guruhi a'zolarining saylga tashrifi o'zgacha kayfiyat ulashdi. Shu yerning o'zida samimiy muloqotlarga kirishib ketgan mehmonlar mahalla ahlining kayfiyatiga kayfiyat qo'shdilar. Muhtaram prezidentimizning orzu-umidlari xalqim birlashsin, mana birlashdi. Xalqim rozi bo'lsin, mana rozilik. Xalqim xursand bo'lsin, mana xursandchilik. Farzandlarim o'qimishli bo'lsin, mana o'qimishli farzandlar. Xotin-qizlarimiz baxtiyor bo'lsin. Mana har bir ayolni qalbida, ko'ksida, yuragida xursandchilik, jo'shqinlik. Bunga nima yetsin? Demak, bugun O'zbekistonimiz, tinchligimiz, xurramligimiz, Navro'z olamning aynan yashilligida har bir daraxtni kurtagida o'tgan avlodlarimizning ilmi bor, bilimi bor. Bugun O'zbekistonimizning yangi degan so'ziga to'liq javob beradigan yangi yil, yangi Navro'z olam aynan Uychida bo'lishining o'zi meni juda ham xursand qildi. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona, ustozlar izdan nurli istiqbol sari shiori ostida tumandagi eng chekka Yangi hayot mahallasidagi 42-maktabda o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvida bilim cho'qqilarini egallab yutuqlarga erishayotgan yoshlar rag'batlantirildi. G'ayrat mahallasida yashovchi mehnat faxriylari Hakimjon Karimov hamda Matluba Karimova xonadonidagi samimiy uchrashuvda esa ko'p yillik pedagog oilasining ibratli fazilatlari haqida so'z bordi. Ittifoq mahallasidagi Navro'z sayli chinakamiga bayram tusini oldi. Shukronalikka yo'g'rilgan ma'naviy ma'rifiy suhbatlar, ochiq muloqotlarda yurtdoshlarimizning bugungi hayotidan roziligi, ertangi kunga ishonchi va ishtiyoqi balandligini tuydik. Hammaning kayfiyati ko'tarinki ruhda. Bunga sharoit yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Har bir fuqaroni qalbiga yo'l topib, yaxshiliklar bilan siylab turibdilar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. San'atkorlarimiz kelishgandan xursandmiz. Maza qilib o'ynab kuldik. Navro'z shukuhini his etdik. Shu kunlarda yaxshi niyatlar qilib, o'qishlarga kirib, prezidentimiz bizga yaratib berayotgan sharoitlarda ishonchlarni oqlash niyatimiz bor. El sevgan san'atkorlarning chiqishlari esa olam zavq ulashdi. Namangan shahridagi Sumalak guzari mahallasida 7800 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mahallada Navro'z sayli va shukronalik tadbirlari o'ziga xos shukuh bilan o'tdi. Tadbirda ehtiyojmand oilalar vakillariga Navro'z tuhfalari hadya qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, poytaxtdan kelgan shoir va san'atkorlar, so'z ustalari bilan bo'lib o'tgan samimiy muloqotlarda yangi O'zbekistondagi o'zgarish va yangilanishlar, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarning samaralari haqida so'z bordi. 24-sonli bolalar musiqa va san'at maktabidagi uchrashuvda esa o'zbek kinosi namoyandalari bilan muloqotlar, shoirlarning yangi she'rlari, yosh iste'dodlarning kuy-qo'shiqlari davraga fayz bag'ishladi. Bayramona kayfiyat, Navro'z kayfiyati
Navro'z shukuhlarini o'sha Namangan xalqimiz baham ko'rgani kelganmiz. Bu yurtda yangilanayotgan O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarda qatnashayotganimizda biz ham qaysi ma'noda ana shuni targ'iboti bilan shug'ullanganimizda nihoyatda faxrlanamiz. Yangilanish faqat iqtisodiy yo'nsa siyosiy tomondan emas, insonlarimiz tafakkurda ham yangilanish bo'lyapti-da. Bu katta bir baxt bu. Hayotimiz, turmush tarzimiz yildan yilga yuksalyapti.